Assalomu alaykum YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Men yana o'sha G'ayratman. G'ayratjon 13-12 siz Instagram kanalimni podpiska bosib ko'paytirib beringlar, iltimos sizlardan. Chet davlatda yurgan musulmon musofir do'stlarim, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Rossiyada, Dog'istonda, jamiki qatda bo'lsangiz ham musulmon do'stim, kambag'allar uchun podpiska bosib, like bosib tarqatib bering videolarimni. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Bitta yetim kambag'allar yordam so'rayapti sizlardan do'stlarim. Iltimos sizlardan podpiska bosib tarqatib beringlar. Yordam qilinglar, iltimos. Xalqim, viloyatim Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, hamma viloyatdagilar podpiska bosinglar, meni ko'rganlar. Videolarim tezroq tarqasin. Prezidentimizga tezroq borsin. Nohaqdan kambag'allar qiynayotganlarni jazosini olsin o'shalar. Kambag'allarga yordam beraylik. Yoshlar mana hammalaring ko'ryapsizlar. Inshaalloh yordam bersiz. Oxiratda ham, shu dunyoda ham Alloh sizni mukofotlaydi do'stim. Instagram, YouTube kuzatuvchilari, sizlardan iltimos qilib yordam so'rayapman. Duo qilaylik. Robbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatika arhamar rohimin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatinglar, 100 ga kirgan onaxonni videolarini qo'yib qo'yganman. Yordam kerak onaxonga. Inshaalloh ziyorat qilgani keling. Qaysi davlatda bo'lsangiz ham, qaysi viloyatda bo'lsangiz ham. Iltimos sizlardan. Kim kuzatayotgan bo'lsa tarqatib bering videoyimni. Hammasini ko'ring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.